Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda var idiniz, mana bugün huzurimga hoş geldiniz. Tildi dastan qadam yetken hamma yerda bizlarga yor nega borsak bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan diydorlashganligimizdan intayin xursandman. Men Abdulla Abdulla. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal Sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yıllardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Albatta bugungi sonimizda yana bizning xalqimizning faxrli o'g'loni, mening jon jigar do'stim, komedi çolpını Xalmurat Ömer biz bilen billa. Nimishqa mening jon jigar do'stim deb ketsa deb belki hayron qolmaysizlar. Chunki asos jihatdan bilasizlar bu ishimizning o'tirimizdagi do'stlik, mehr, muhabbatning cho'nqirligini balkim kichik bolalar bilmagan bilan aql to'shgan odamlardan cho'nglargacha hamma biladi. Ammo ko'p Allohda Xalmurat bizning oldimizda adaş sen davomli şu çolpan suhbating bilan şu komediya epizod, etod yoki kino, televizor programmalarda uchrashsa, men go hamda ahvolingdan to'liq xabardor. Ammo lekin ko'p odamlar seningdan nurg'un savollarni so'rag'isi va nurg'un paranglashqisi va yana o'zi bilmaydigan uchurlaringdan xabar topqisi va belkim sana mı deb turdi, bizga mi mujda uchurlar ancha buncha kelib turdi. Bugun sen bilan birdan o'zimizning parag'ini qilgach, shu bizning eng suyimli tomoshabinlarimizning bizdan bilgisi bo'lgan ba'zi uchurlarni bir yetkazib bersak deyman. Yaxshi o'ylabsiz. Bizga hammamizga ham Xalmurat bir ili diyorda cho'ng bo'lgan yigit, lekin tafsilotda toza tafsil emas hamda bizga. Shunga balılık hayatın doğrusunda birden biri mundashkan bo'lsa arkadaş. Bo'ldi. Ekran oldidagi barliq ustozlar, kasbdoshlar, urug' tuqqanlar, tomoshabinlar hammanglarga xotirjamliklar saqlab bo'lsin. Bugun Abdulla og'aynim bilan bu programmada birga ham suhbat bo'lganimdan to'liq xushal bo'ldim. Rast degandek, Abdulla degandek biz 90-cı yıllardaki ağaylar, işte hesaplasak 30 yıllık ağayını deb hesaplaymiz. 30 yıl degende bir bal tug'ilib, eriyitib o'g'il bo'lsa, balliq bo'lib bo'lgan müştak uzun bir musofada jarayonida biz müştak bir yaqin do'stlik munorini o'rnatib, hozirga qadar turmush bo'lsin, aloqindaşlık olsun, her cihette sohbetli birli olup, birbirimizge yaxshi takliflarni berishib, hozirga qadar birbirimizning ko'nglida bir xil bir yerim qilib qo'ymay birbirimizning ko'nglida juda yaxshi takliflarni berishib, birbirimizga do'stlikni yetkazib kelyapmiz. Balalik haqida so'zlasak, Abdullaning balalik hayotidan xabarim bor. Bu og'aynim bilan biz har safarlarda avtobus bo'lsak bir o'rinda o'tirib, turmushdami ko'pincha vaqtlarda birga ham suhbat bo'lib degandek, bir-birimizni to'liq tushunib, balalik hayotimizni ko'rmagan bo'lsakmi, lekin ko'rganda ko'z oldimizga aklaraymiz. Birga cho'ng bo'lgandeklar aklaraymiz. Mening balalik hayotimda Abdullaning xabari bor. Tug'ilsam, dadam o'lib ketgani 33 kun bo'libdi ekan. 6 ko'may cho'ng bo'ldim hamda, lekin
Opam japokash opam bizni 6 balani Hem ata hem ata hem ana bo'lib aytdi tartiblik atamning orzusigidek hammamizni aytdi to'liq xato qo'shib olamdan ketdi. Mening bu shu otasiz cho'ng bo'lganligimdanmi Abdullahning to'liq xabar bor. Atalar haqida ko'p paranglarni qilishimiz Abdullah dadasining gapini ko'p qilib turdi. Mening cho'ng bo'lish jarayonida ota tarbiyasi ko'mgan. Lekin keyin cho'ng bo'lgan sari ot suhbat ustozlar bilan ham suhbat bo'lib, ot suhbat akalarimiz, ustozlarimizdan bir otaning tarbiyasini to'liq qamdab oldim-da, o'zimga to'liq qamdab oldim. kerakli energiyaga ega bo'ldimda. Hozirgi ahvolimdami bir ota tarbiyasi ko'rgan bir ariyatdim. Shunday bir cho'ng bo'ldik-da endi. Kichik vaqtlarimizda bizning G'ulji Chopchalni oilasining Jag'ista yezdi cho'ng bo'lgan. Bizning bu yurtimiz burun bilim yurti deb nom bor bir yurt endi. Nurg'un atoqli akademiklar, nurg'un bilim ahlilari shu yurtda tug'ilib, shu yurtda o'qib cho'ng bo'lgan. Mening dadammi shu yurtniki o'qituvchisi. Dadam Ömercan Qodir biologiya o'qituvchisi dadam. Shu o'quvchilardan shu Ho'shir Islom apandi Shinjongda shudiki akademik Ho'shir Islom apandining o'qituvchisi mening dadam. Dadam haqida bu Ho'shir Islom ustozimizni ko'p gapirib bergan, parang qilib bergan. Dadamni ko'rgan, dadam anda qadam, temada qadam deb. Shu yurtda endi bizning bu yezimiz tog'ning bag'rida, Delmok deydigan tog'ning bag'rida biz endi kichik vaqtlarimizda piyoda mangsak 1,5 soatlarda 2 soatlarda tog'ning orqasiga kirib ketalaymiz endi shunday yaqin. Kichik vaqtlarimizda tog'dan yo'q piyoz terib kelatdik. Oplarimiz pörit beretdi. Tog' piyozda. Do'rliq. Çoğuluq deydigan gullar bizning aş tog'larda batdi kichik vaqtlarimizda. Shaxsan men o'zimniki 20 yoshgacha yeşil yaşagan deb qo'yman. Hava yeşil. Yemek içmek. Su. Yap yeşil bir xil yashab ekanman deb o'ylab qolman. Kichik vaqtlarimda masalan o'yinlarimizmi yeşil. Qanday magazindan ep o'ynaydigan o'yinchiqni biz shu shaharlarni ko'rgandan keyin ko'rdik hamda asosiyatan o'yinchiqni o'zimiz yasaydik. Mesela kichik vaqtlarimizda vallay deydigan o'yinimiz bordi. Ikki tal tayoqda sizlar bilasizlar qachon? Cho'ng kichik tayoq. Cho'ng kichik tayoq. Ikki xil o'yinda birisi duglak sizab, birisi o'tpijak sizab. Adaş ikki xil o'yin dappagida. Da bizdan boshqacha ketdi shu kichik vaqtimizda shu o'yinlar. Bizdagi nimada 4 burjak shaklining to'ppisida bunda bir katak var endi. Katakning ichidagi siziqqa kichik tayoqni qo'yamiz. Mayatki siziqni dasab turib, ma siziqda cho'ng tayoqni bunda to'g'rilab turib, bir assaq tayoq berib, ma tayoqni ishtirib so'qirib, haliqi katakning ichidan chiqirdi. Chiqargandan keyin puchlaymiz deymiz. Bundaq qilib olamiz uzun tayoqqa. Elib uramiz. Keyin bir tushdi endi. Yaxshi ura olsak. Lekin tushga yerdan tayoqni 1 2 3 4 deb sanab pallik kelmiz. Qarshi taraf burada ashta qilib, sonimiz 200 degan bo'lsa, 200 ga mening baldir bo'lgan bo'lsa, men ufutgan bo'ldim. Shu uzun tayoqning bu o'lcham birligi degan. Anchaq, balchaq deb. Antayoq, baltayoq. Biz kichik vaqtimizda uzun tayoqni bunda qo'yib buni. Kirist shaklda qo'yib, bunda kap. Bunda et quyruq bo'ladi. Dang bir urib mandig'i. Bunda. Voslaniki, buna o'xshamaydi. Shuni bilan yana bir xili, bunda chambar, duglak chambar sizaymiz. Bu xili cho'ng ham chambar. Chetidan ma chetiga bir 3-4 metr kelamiki duglak chambar. O'ttirni yana ko'lab, balchaq tayoqni qo'yamiz. Uni keyindan anchaq tayoqni shu ko'dani ichiga septirib, ilib bizlar mana urmaymiz. Mana oldi yurimiz. Vang ketdi o tayoq yetmay qolgan yerdan yana urdigan yana uramiz. Yana bir urgandan keyin bu tayoq tushgan yerdan ma chambarga kakraymiz. Va vallahi veli vallahi va vallahi veli vallahi va
nafas olmaydi. to'xtagan yerdan shu chambarning ichiga kirib olsak o'tkitidi. Kiramisak bayqush yana kakraydigan ish chiqadi. Ma'mu mana ovoz mashq. Vallahi o'yinsak bo'ldi ishkimiz. Nafas mashq. Sening shu yo'tallaringni vallahi o'yinsak. Yeydigan narsalarimiz yeşil. Magazindagi kompyuterlarni hamda shu tastarak yeydik endi. Aplarimiz sandiqlarni ichib qolsa, bir ikki tal, mehmon kelib qolsa, bir ikki tal tatliq turim yeb qolsak, odatda ko'p yeb ketmaymiz. Aplarimiz to'ylardan qaytib kelsa, bir ikki tal qan, pranik, kompyut deydigan narsalarni yeb qoladi. Qolgan vaqtlarda meva-cheva o'sha narsalarni yeydik. O'sha ertasi vaqtida erishi bilanlar chiqadigan seriq chechak deydigan. O'zi seriq emas, ichidagi gulning nemasi seriq. O'zi oq chechak lekin. Ashuni mushto aplab qo'ymasak ichidan chek bir piyoz chiqadi. Shu piyozni aytdik. Hamda shu Ehtiyojda chiqadigan erishi qiladi shu loyning ostidan chiqadigan seriq chechak deydigan. Uni yeydik. Balki tog' chiqsak tog'dimi yeydigan narsa xili jiqdi. Cho'qi deydigan bir narsamiz bor-da, to'pining orasidan chiqadigan shu yarish to'pa deydi. Umi bir xil to'pa, lekin shokoladga o'xshaydigan bir xil to'pa. Rangi to'mirga o'xshab ketadi. Ammo shu bug'doydek tanglayanga ilib olsang, ammo u yomon uzun yetadigan aytib. Oshni anglatdi bir seg'iz deb. Seg'iz boshqa adash. Boshqami? U qapoq seg'iz, yo'q, paxpoq seg'iz, tek soqol. Seg'izlar kelmidi. Hozir biz yarasini bayliqlab qizivatimiz. Ash cho'qlarni aytdik. Bu ajoyib shokoladga o'xshash bir xil yemak. Tog'da ravg'ash deydigan go'shin deymiz, ravg'ash deb ikki xilsi qozoqcha, uyg'urcha. Bu bir xil pakka bunda bir xil o'simlikda qilin, nima to'm g'oluva. Buni yesa bir tuzi bor, tuz aralashtirgan bir xil go'sht tetiydi. Go'sht tetiyi qashqa go'shin deydi. Go'sht tetib qoldi abdada. Da o'ylab baqsam shu vaqtlarda shuni yeydik ki, yeyish ekan-da. Yegim ketib qoldi. Unda ashtaq yeshil yemeklerimiz bek chiqdi. Masalan, chumolning udulri batdi. Qozonni dum ko'mirib qo'yganda ushaq yog'ochni chumollar o'zlari terib akilib, o'ydaq yasagan bir xil hodisa. Bunun to'pisiga tevilgani yoki uzun bir yog'ochni og'zimizda yalab, sho'lgiyimizni yo'l qilib, bu chumolning hodisini to'piga tok urib, bunday sanchib qo'ysak, askarlar guldir chiqiblar ash uchigacha qop buni jazolab, buni o'ltirib, yog'ochni o'ltirib deb to'liq bu tugidi bu deb kirketgan ilib, buni yalaydi. Buni aytdi, tamlik asaldek bir xil tamlik narsa. Qimizga o'xshab ketadigan bir xil tam bor. Qimiz va deb. Do'st, unda qilsang, chumillar buni bizga ziyon qilyapti-da, buni jazolab askarlar buningga zaharlarini chiqarib qilayotgandan keyin buni shunda. Hozir bu haraqlar chumilni chilaydi-ku, salomatlik bor. Shu tuygandalam chiqardi ekanda bu shuni. Biz uni kichigimizda shunda yeb yeydik. Yeshi yemekliklarimiz ashunda jiqdi adash. Bolaligimizni so'zlasak yomon jiq endi. Hamda Jag'istay boshlang'ich maktab, Jag'istay o'rta maktab degan maktablarimizda aytimi, mening dadamning o'quvchilarini qo'lda o'qiganman. Hammasi dadamning qo'lda o'qigan biz. Ba'zi tanqidlab qolsa, dadamni misolib turib, xijolat qilib tanqidlab qo'yadi. Shu qaraqtiqda ham dastlabda. Hisobda shu 18 yoki 20 yoshgacha shu yeshil yemaklik, yeshil havo, yeshil o'yin degan, yeshil tarbiya degandagi. Shu noyoq nonni opalarimiz o'z yoqatdi, ko'ktatni o'zimizning beg'iga teratdik. Suni tog'dan eqib tushgan suni ichatdik. Mushta yeydigan narsalarimiz o'zimizning bug'doyi, o'zimizning etizda pishatdi degandek mushta yeshil bir hayotlikni boshdan kechirgan. Hozir kichik vaqtimdagi o'yinlarim, yegan ishkinim, uxlab qolganim, shu yashaganim o'ylab yoki yurtimga borsam degandek ish qilib
hozirgi mavi kundagi yashash usuliga shunda jiroqda ikkisining orlig'i bek boshqa bir plantda yashagandek boshqa bir his qilib qolma ajoyib bir xil yeshil bir hayotlikni boshimizdan kechirgan shunga o'xshash sanmi ishimiz dapaginingdek shu yurtingdagi balliq hayoting o'qiyotgan vaqtlaring to'g'ri so'zlab berading seningmi shundoq yeshil o'tgan bizniki sen bilan bizning 20 yilimiz nihoyatda talaylik güzel o'tgan tabiat bilan birga yashaganda o'rnimizda ko'p taloq chiqsak ot eshak kola to'xu uy hayvonlarni bir taraf qilish masalan mana shu molni bir taraf qilishda nihoyatda talantim yaxshi mollarni bir taraf eg'il tozlash bo'g'iz etishmi bir hunarchi bo'g'iz kolninki halab bo'g'iz degani shu qo'yqanliq beradigan ozuqliqda ozuqliq masalan bug'doyning sominini dasqa yo'g'on qalay dasda chiqib qo'yib qo'yib yo'g'on qalay cho'gindi qaynagan qaynoq suvni uni tepaga to'kimiz bir o chiqdi qang'isiq bir xil to'kib bu qaynoq suvni besib o'tgandan keyin bu yumshagandan keyin buni yuyamiz qaynoq suvdan yuvib ondan keyin to'kib o'tib muzdek suvni to'kib bir jup chaqab to'kib o'tib uni tepasiga kepakni chachimiz bir chin kepak chechilib ondan keyin bir siqim tuz chachimiz tuz chechib uni keyin kunjur deb birdim bor kunjur bu kunjur degan nima desanglar saqla iliqi hozir biz turmushda iste'mol qilgan yog' bor yog' tomoq etadigan yog' suyog' shuni yog'ninki ishlatolmaydigan nijib shu zig'ir yoki qicha degandek narsalarni nijib mayin chiqarganda qilib qolgan paxot chiqqan narsada yog'liq narsa mayliq narsa shuni chachimiz tursa bir xil yegim kelib mo'yliq o'sha yoyimqoqqa o'xshaydigan buni shu nim bilan kepak kunjur tuz bilan samanni aralashtirib etadigan bo'lsang alomat o'xshaydi amma man ustutdim bo'g'iz etadigan vaqtinglar bo'lsa man sizlarga bir bo'g'iz etib turdim yig'inlar ketdi bo'g'izni qo'yqanliq etadigan bo'g'izni etish usulimiz asosan o'xshaydi yumush tishlar yomon o'xshaydi emasmi kalla meni bek maqtab ketdi deb tillarini chiqarib qiyshiq opog'icha shu yig'ildi jidalchi ketdi man uni ko'tarib kirib uni bo'limida yo'g'on birdan so'g'andan keyin kallaga otga eshakka bo'lgan vaqtimda cho'ng yig'ildamda cho'ng hayvonlar cho'ng yig'ilda qo'ylar kichik yig'ilda yotadi hamda balla ayrim yotadi ularning ayrim ichki dars bo'g'iz etib akib bo'lib bagichi degan jidalchi ketadi o'pir to'pir boshlamang ularning gapini bilmayman deb deyapman eshigimiz sal qo'polroqda og'iz yamaroq ketadi kip shu kirib shu vaqirab ketdi ularni bo'lib beratdim yeb ketadi bular ana keyin atdiganda chiqib yana bular eg'ildan ularni chiqarib kerilib ular chiqib keldi ichidan eg'il tozlash bo'g'iz etish masalan horvoq eshakni qo'shishmi uni eshak qo'sh chaqadigan ballariga patmaydigan horvoq qo'sh bizning eshigimiz yomon aqlli eshakdi shu horvoq qo'shgandan keyin horvoq qo'shayotgan vaqtida xonga mangan bilan itizga manganni uf qoldi shu kayfiyatimda uf qoldi meni xonga chiqqim yo'q chiqamanda edim ko'magiga chiqqandan keyin qiyin bu xonga chiqadigan o'xshaymizda deb eshak aytdi quloqlar solib xon degani ko'mak xonga chiqimiz degani xonga chiqimiz ekanda yoki itizga chiqimiz ekanda uqib qoladi eshak xonga chiqib kelgan xonga mangan vaqtimizda shu horvoq o'zini qo'sh qizg'ini unmaydi kirgan shotining orasiga shoti deganimiz horvoqning ikki mundoq meyaga kayinchi kirimiz bo'lmaydi horvoqning kayinini bundoq ko'tarib bundoq qo'yamiz shuning bilan asta akilib kayinchimdaq aldab silab keladi deb qilgan vaqtida xonga mangan unmaydi meni hozir ishlarim bor men eg'ildi bir ruxsat so'rasam man bu tushlik uchun yo'q xonga chiqmasa ko'may qolmadi u ko'mi bilan mening ishim deydi u eg'ilga mashq qilmagandan keyin
Ko'ysang sen ko'ydirsa. Bana nima foydasi ko'mir? Ya aş hangi çıkıdığın kanda kaldığında o. Aşı kötürüp çıkan narsalarimiz, Belge. belki kötürüp çıkan narsalarimizdan bilib oldim. Mesela xonga non, ana kendin qiyliroq bir chopan. Al xonga chiqib yomg'ir yeyishim bo'lib qolsa, yoki bunda biz so'g'oq bo'lib qolsa, kiyime xonda deb olmaymiz. Ana kendin xaltılavada kömey qaşlaydigan xaltılar. Belgi Abada qaşlaydigan- qarab turibdi bu. Qarsa, o chopanlarni xaltaga sevayotgan, doğu qarsa nanne chiqayotgan, nasus. Ana kendin bu öz yeydigan qo'noq, o boshqa kigizib, bunda kigizib beradigan qo'noq bor-da. Bani chiqqan ekan. Op, o xon deganda kömey chiqadigan yer, u yerda dal-daraxtmi yo'q-da, endi u yerda qaptab, anki bog'laqliq turdi. Og'ziga qiliqini taqab qo'yamiz. Mishada Maska. ikki uchta qo'noq birnim bor uningga. Aşdan qarab, bu ayada uzun bağlaqlıq turgan. Itiz ne desem, itiz degan bir ko'kchilikda u. Ishqilib yangi bog'i bor. Qo'yibetimiz qara uzun arqon bilan arqonlab qo'yamiz. Masalan, 10 metr arqon arqonlasak, oyoq 10 metr, qo'zi qo'li arlig'i. Oyoq 10 metr bo'lgandan keyin 20 metr yerda buni aytib paysi ilg'ab turib yeydi-da. Chiroyli shu jumran cho'plarni terib yeydi. Anki havoliq. Xonada isi bor. Aş kulağım kötürüp çıkan nesler keyfiyatından. Mening kayfiyatim etizga chiqsam o'xshamaydi-da, xonga chiqqan bilan kayfiyat. Biz bu xizmatlarni ham men shaxsan ta'tilda. Ta'til vaqtida odatda akam meni ish qilmaydi. Darsni takror qil. Maktabga borma, kelma deganda, bolalarning kichik bo'lgandan keyin dadamni ko'rmagan bu deb orzulab meni ish qilsamaydi. Hem de sağmagandım mı? Hem de bu işlerini kıgan değil mi? Kıpakkan. Padı bir kıpakkan. Dokta, bir de padının yaman kızık. O saygaqda bir iş var. Ona hayran kalsak. Onun keyinden bu şu, xonga chiqqan vaqtida qanday desanglar, xonda biz vaqt bikaliq, kömürni bikaq bermaydi. Ama zaterimizde emas, uşaq kömürlerini tökütüde emasmi? Vagon bilan çoğun dami deyimiz, çoğun kömürünü satıdı hem de maşınlarga. Uşaklarını onu töki vurdu, açık töki vergendikin, bu munda kaptal olup gitti de munda, ikiz kaptal. Xananın içinden açık töki vergendikin, bu munda kaptal oldu. Kaptal aldığı manaya vurdu, açık töki vergendikin, aldığı silciye vurdu, arlık meydan içiliğe vurdu. Ama bu zanın astı tutuşup gitti kömür. Tigi tutuşup köyüp mağadı o. Neymiş ka? Ana o kızıpçı. Kömür özlüğünden otep gitti işi var aslında. Köyüp bu tigi kukas. O şu kaptaldığın töküye vergendikin o dallıkları en dakika tokta kaldı. Başta verip haltılağı şuna terimiz düşüp kessek yok tapamaydı. Yani tapamaydı o 20 metre kıyılıktaki kokasını çekip gittiğinden geldi. Onun içindeki kirketkenler o asasiyeti yok. Lakin bak xatarlik de. Yani is kömürün isi muşu kaptalı üstüge mağadı. Tolarak isep gitti bir işimiz. Aylanıp gitip başını isep gitti. Başı ağrıp gitti. Aşağı haltıga 5 halta, 6 halta bunda haltıda kömürün terip harıp tizip aşağı töpede oturup yani naqshimizni aytib qaytib ketdik degan chiqsa xatarlik xizmat keldi. Kash qilgungacha ash ko'mini akvalatdik ham. Bu xatarlik zot erish burun faqat xatarlik tuyulmabdi, lekin hozir o'ylab baqsam to'limi tavakkul ekanmi. Aşı xatarlik qo'qasining oldidan yerdan shopashlab kichik bolalarda mana bolalar 15 yaş, 16 yaş, 14 yaş bolalar chiqdi-da. Yoshlikda salomatlik favqulodda yaxshi bo'lg'achqa bo'lib, ista aylanib qolsa bir necha minutda chatoq chiqdi-da. Ashda bo'lib ketmabdi-ki. Ashunda itizning ishlarimi, itizg'imi o'sha yordamlashatdik, cho'p chapatdik, cho'p bog'laydik. O'mi o'rgan vaqtlar, qo'lda o'mi o'radigan vaqtlarda bak kichikdim men. Esimda bor endi. Kommunning vaqtlari esimizda bor, lekin 80-yildan boshlab hani yerler, höddiler berilip şahsi yok ketdi. Onun aldıda şoduyning vaqtlarida, dadi şoduy vaqtlarımız isimizde bandı, kichik vaqtlarımız
Teriqchilik qilgan odam bo'lmasa bo'lmaydi-da. Masalan, meva-cheva bo'lmaydi, teriqchilik qilmasa, ochliq bo'lmasa yana bo'lmaydi. Endi shundan qaraganda, bu tabiat o'zimi dehqonni ayrim, bog'vonni ayrim, işte ko'ngliga ishqini selib, muhabbat selib, kasbga işte ariyat etkanda odamlar deb qoldi. Bo'lmasa hamma odam yaxshi o'qib, kadr bo'lib ketsa, birini yemay yursin bo'ladi. dehqonchilikni qilib, masalan, shu dehqonlarni masalan savotsiz deb qo'ydi jiq odamlar. Xat o'qimaydiganligi uchunlar menda. Lekin u o'qidiganni hech qaysimiz o'qimaydi. U o'qidigan savod. Bakchiq narsa o'qidi. Qarindoshlar. Dehqonning bildigan narsasi sanab tugatgan bo'lmaydi. Masalan, misol olsak, bir kalning qachon tug'diganligini uqalaydi. Tug'dira oladi kalni. Shu kechasi shu panarni yondirib kirib, kalni tug'ut anasi bo'lib, kalni tug'dira oladi dehqon. Uning nurg'un nimalari bor-ku, biz bilmaydigan bir xizmatlari bor. Masalan, to'lg'oq yeyotgan sir, kala qanday ishlarga muhtoj ekanligini dehqon uqdi. Tug'dira oladi shuni. Mo'zayning darhol tumshug'ini mijib nafas oldirib o'tadigan, undan haliqi hamridan beshini ağrıydigan, anikin mo'zayning beshi bilan qo'li chiqqan vaqtida shunday atlab siliq tortishib billa qilishib turadigan mushtaq xizmatlarga dehqonlar bakfisa. Masalan, yaga diagnoz qo'yib, mayani bu yil dam oldimisang, to'pini shunda epla. Bu yani bu yil tama. Bir yani bir yil dam oldirib, yana bir yaga dehqonchilik qildiganimiz, yaga diagnoz qo'yish. Biz ko'chatdaymiz. Mallarning salomatligi qanday bo'lib qolsa, qanday qilsa saqayt qilildi. Kallaga, mesela ağrıp qalgan kallaga bir xil ağrıp qalmaydi, onun jigiri oldu mesela onun qo'shiq ağrıydı, onun yurak kesili oldu, onun tal ağrıydı yoki suyak kesil degandek nurg'un kesil oldu endi. Mal ağır değil deymiz. Biz har xil ağrıymiz. Mesela so'qirishchay bilimizda mesela beshim ag'riyapti, quyrug'im ag'riyapti deyalaymiz. Lekin mal uni deyamaydi. Lekin mushuni yani dehqon dehqonlab uqalaydi mushuni. Davolay oladi degan gapda. Men davolab boqmag'achqa bu tafsil deyamadim, ammo dehqon buni bildi. Odash gapingni bo'lyaptim, shu eng muhim narsa baydisan degandek ziminda shu terilg'i yer biz uchun eng muhim. Shuning doktori shu dehqon doktori. Sen deding bunda tuproqni elib bu yil bu yerga kevaz terisi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, deyalaydi. Bug'doy terisi bo'lmaydi, deyalaydi tuproqni. Mesela onu kendin Sərkərdə əl-güyər tiş pastillari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sofliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sərkərdə tish pastillari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sərkərdə əl-güyər tish pastillarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sərkərdə əl-güyər yurishlik tish pastillari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sərkərdə tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sərkərdə tish doktoriga topshirdim. Sərkərdə tish doktori yurishlik tish pastillari. Ko'rayotganingiz Sərkərdə xalqaro savdo cheklik shirkati tajdarligida ep berilayotgan xush keldingiz programmasi. Yalan Hüdügvega vaqtida 80-yillarda ma'lum bir yezda bir buvay var endi. Yezning oqsoqili. Yalan Hüdügveganda aldilar, "Mushu buvayga birinchi buvayga kesayli. Qayerdan tanlab olsa, uyiga yiqiyadan olsin, mushu odamga berayli. Birinchi parcha, ya'ni mushu odamga berishdan boshlayli" deb chaqirib kelib. Bu odam cho'qim yerga zarur ketgan bir. Burunlarda o'zimning mustaqil yerim bo'lgan bo'lsa, men mandaq yutatdim deb o'ylab yurganda bu yala huduga berilib
aldı bilan sizga beraylik aka mush yani qayergacha olasiz qani o'zingiz bir mashaqqa qarab bir o'zingiz o'lchib oling desa mush kun chiqishga qarab yugurib qolibdi bola mishadin boshlab dapli bola shu kun chiqishga qarab yugurib qolibdi yugurib qarasa yo'qolib ketdi bu odam voy bu odam qayergacha ola qarasa yo'q voy yugurangni oqisdim borsa yugurib yerib kelib minib yetibdi minib yerib qolibdi sonradan meshagichi kesingizmi desa to'xta man texi menyapman deb gulubga tushibdi tushib o'mlabdi kun chiqish qarab jiq qolaman deydi o'mlab tizi ma elimdan ishtimda tizi tugab shu terisi chiqib terisi bo'lolmagan vaqtida ashadi mashindag'isiga yetib turib bo'kini ilib ichiga bir tal toshni selib mushi etibdika o'ndoq jiroqqa tantarbiyachi atanmaydi deydi pir yo'q do'ppa deydi bir yagi bir to'p to'zib ashadin bu yiqinima cho'nda desa oyoqqa 50 cham devatdi do'p tushganda yerda bu yiqinga yana xijil bo'lib o'zi 50 cham devatgina jinim balam o'tdak 100 chamdan degisi o'tdak ba 100 chamdan nemishga sen u yani ashagicha osimi bu odam shu ko'kartima deydi-da hiliq ish var hiliq ish o't vada ko'ngilda yani ko'karsam yani oynatsam munbat qilsam degan bo'lsa muhabbat dehqonning qalbida ba degan gapda o'sha odamlar ana shunchalik yagi shunchalik muhabbati cho'nqur yani shunchalik so'ydida undan boshqa adash masalan biz angladik billa suhbatdan Xalmurat mana shu balliq hayoti ajoyib chiroyli odam havas qilgudek qaytib berib shu yerlarda yugudek yana bir qatim yashab olish fursati bo'lsa yoki bir shigon suydo degan yalqinda bir ishlar bo'lsa o'sha kiriblar sen yashagan bir ko'rib bir ta'tilmi bo'lsa-ku shunaqa meni seg'iz etayotgan qapoq seg'iz paxpoq seg'iz etayotgan vaqtlarimni ko'rib kelayotganda tek soqol paxpoq seg'izni qarab to'naymiz hozirmi to'nayman shundan yiltisini ko'lsak ichidan bunda bir qurutning qepi chiqadi ichida qurut qishicha tug'an shuni yebchi yeb chiqargan narsasi chopini qolgan shuni pudib etib chaynasak u bir seg'iz rasmiy popotangdek seg'iz rangi hamda oq emas shuni chaynaydik shexlarlash boshda shexlarlash chaynayib g'achir g'uchir qilib chaynab mana seg'iz qilib olamiz paxpoq seg'iz yetishlaymiz buni boshqa qirlog'i chiqib qiladik tek soqol degan mundoq o'sib chiqadigan tekining soqoliga o'xshab qildi ekan soqolga o'xshash chiqadigan bir xil o'simlik va shuni yiltisini ko'lab pichoqni vartiga solsak oppoq sut chiqadi pichoqni qiribla mana mayrimizga dal qilamiz sutni yana qarab tursak qirib sutni evagan yerdan yana sut chiqadi yana qilamiz bu sut to'xtagandan keyin yana chekida kessak yana sut chiqadi bu asli unda qilmang deganimikin tam yana uni qirib yana surkaymiz yana qirib sut to'xtagan yana kessak yana g'o'zju sut chiqadi mana shunaqa bu yerdagi sut qaqash bo'lib qotidi ketib bundoq bo'ldi endi bu shuni bilan so'yib ilib chaynaymiz yuqoriroq bo'lsa ikki bo'lamiz 2 chaynam 1 chaynam 2 chaynam seg'iz etib 10 chaynam seg'iz atsak 10 tiyindan 1 so'm kichik vaqtlarimizda undaqmi tabiiy seg'iz ekan yeshil seg'iz shu ajoyib u bir seg'izlar paxpoq nemish paxpoq seg'iz deydi desa popotanga o'xshash uni ozroq bundoq qilsak bundoq paq bundoq ko'pib etilgan bir xil shu ovoz qarta paxpoq chaynasimi paq qas tik soqolnikidek jarangli bo'lmasimi sadosi paqildab chiqib eda bir ovoz chiqibdi paxpoq seg'iz deydi ana shu ugustiki qopga qarab paxpoq deganmi yo shu ko'plasa paq etiladi shuni paxpoq seg'iz deb tiqmikin ovoz qartadigan tik soqolning tik soqol yomon katta oppoq chiroyli bir xil seg'iz ondan
Bunun inchikligi uni noyab qo'ygan ig'izda yoki og'zingizda bir tomoqni yuqib qolsa, shu zamot buzilib, irib buni endi qo'polroq atalg'isi va po'qib ketdi deydi. Seg'iz po'qib ketdi. Ma ko'pmaydigan. Buzib ketadi. Amalini yo'q, epli tashlaytsa. Cho'qim pokiz eg'iz chaynash kerak. Unda boshqa narsalar asar reaksiyalash ketadi. Shunga seg'izim po'qib ketdi deb qo'ydigan ishimiz. Meni jiq seg'izim po'qib ketgan. Men bilan chayim Abaydan beri so'zlashib ketdi. Qisini aroq qo'shib degan yering kelganda bir ism kelib qoldi. Men xato qo'shib oldim degan. Bizdan qartibmi? Yo'q. Aroq bundaqqa Paranglashib mangimiz deb bizdan qartib. Mongdash qilibdi o'zan qaraqliq bo'lsa. keyinchi bo'lsa. Keyinchi bo'lsa u. Bir kuni bizning uyimizning oldida bir qo'shnimiz bor-edi, Ahmet odam deydigan. Biz asli uyda bir ishak qilib qo'ygan bir aroq bilan dadam ancha uyak bo'lsa, fut og'irgandan keyin oshni qo'shib mang'itdi. Lekin dadam o'sha hayvonotning ovoziga bak o'shdigina. Shu ishakni shunda vaqti mamsan o'xshash. Ammo shu dadam bak ovozini turibdi, chayg'amroq odam choy ichib o'tirsa, degan ovoz chiqdilar. Choyini qo'yibdi. Hammani o'rib asta kirib ketdi. Tillab ketdi. Hey, to'xtoq deb. Meni akam oyda angrab turibdi eshakni. Akam eshakning qattiq qo'pol ovoziga o'chdi. Undaqmi qattiq angrab. Akam nimishki voqirog'ini qo'ymaysa buni bir jonli qo'yganki buning o'zini bir işte bir vaqirvoq bo'pti desang, yomon qo'pol buni. Haqni kerak bunday siliq emas. Akam qilish degandan keyin bichar jutib o'tadi. Jutib o'tadi. Shunda bir vaqt, o'shani bir vaqirvoqsa bizlar bir kerilib olgandek, ya bir esnab olgandek ishimiz kerak. Bo'lmasa men sana dadimni aytib olgandek. Keli yeniklab qol. Yeniklab qol ashu. Dadam qanday qo'yibdi desam, bir kuni men yo'q vaqtida u eshakma oldida birning bo'simi vaqiragan eshak tushib, birning yayib o'xshab ketibdi degina. Bak o'xshabdi degina. Yavatganda qilib ketgini, o'xshabdi rahmat degina. U birning yo'q o'ziga anglasin. Yayibmi angram deb qo'mshaq bir qo'yapti qara. Bir kun kirsam u eshakning bunda qon turdi. Nim bo'lgan desa dadam urib o'tibdi. Shundan keyin deb o'tiblar. Eshak gap qilib, o'shidan ketdi. Telib qolganda. Eshikni yitlab. Mana yerni o'g'layishlar. Mana yeri bormi bularni? Bor, mana yer bor. Bor. Mushunda burt qo'yg'ida kelib. Ularning kangri burt qo'yg'ida kelib. So'qiydigan bir yer bor. Tikanni yeb qolsa, mayda yeydi ama. Tikanni ajoyib bir xil yeydi. O'ziga sanjib etmay, bir orliqdan tish patlagan deb belib, tikanni alomat payzi. Buni ikki kitob qilib ortiq berib ekan. Mashina men aplab kelib, hop yeydi. Bunaqa qilib paqada boshda. Bunaqa qilib sanjilmaydigan yerida chiqarib oldi. Shunga sirtdan kelib olsam, shunda sho'x kelayotgan o'yliq keliblar, dadam choy ichib o'tirgan. Paratni o'tgandek ur ketibdi aytdim. Tek yaxshi bo'lib qolmagan vaqtida alani o'tirdi. Araz bada alan ko'ngildi bash. Ikkilisi o'z bildi. Qapqig'ini bildi, urib qo'yganini o'z bildi dadam. Haruni bunday chiqarib qo'yib, u eshakni setayotgandan qo'shnamning harusini chiqib, oriyat chiqib, bir yak berib kelay dedi. Undan keyin eshakni keyniga yendirib, asha kirgizib bo'laman dedim. Bek tasda qilib turiblar. Undan tushirib olmaslar uni. O'tirsa elib. Andan men mayaga soldigan bir bo'g'a, uning oldiga soldigan bir yog'och. Javon debdi qo'y. Ashu bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Men yog'ochni meqiga bo'g'isini oldiga silib oldim. Oyoqqa mang'idi qilish aytadi. Ta'tirmadi. Mandavas qildi uni. Oldiga bo'lmaydi. Nimishqa bo'g'isini men mo'riga keltirib, yog'ochni oldiga desa, biz tatgandan keyin mo'risi yog'ochga tegib og'rib ketadi. Og'rib ketadi, ha. Buni men o'xshash deb qo'ysam og'rib ketadi. Anib sag'anda
qısa kuchaylaydi, og'rimaydi. kuchaylaydi. Yumshoq bug'i degan. Yumshoq qilib, siz aeroplanga chiqsanglarmida bo'yninglar qilib olgan Ha, bu bo'g'it. Biz bo'g'it deymiz, janib jonat bo'g'i deydi. Ashning to'piga endi ishqal yog'ochdan berdimda ilib qo'yamiz. Tatidi g'ayri shu endi. Harun tatidi. Yog'och tatidi, ammo men pit ketmaydi ananda. Ta'tur qilib elib, mang desam da qilib turmiz qildi. Yana mang desam, yandal qilib turmiz faqat bir yarim soat mang'izamadim. Mangmayga qatdi. Ash eshak davatda xato qilding ey bola. Mang'imda qarab mangmaydi deb Deydi. Benim kichik ko'radi. Faqat mang'izamay mang'imda deb tursam birsiga deyishdan xijillar. Endi amtkam, voy bu nima qilib qo'ydingiz buni dedi. Ishtigroq gap qildi amtkam. Hech qanday qilib qo'ydim desam, mushtasam jumbona. Mushtasam bayda jumbona. O'sha. Man jumbona. Mandaq samamda jumbo deganda jumbo dedi. Bo'g'ini jumbo dedi ekan. Jumbo deydi. Shundan keyin mushtasan deganda g'aro xato urib qo'shab qo'ydiq ishni. Batda kichik vaqtlarimizda. Ammo sening ma'u yezi turmushing menodimi jingzayga. Sen rasmiy yezi turmushiga, dehqonchilikqa, chorvachilikqa lekin g'ururaqdim. O'zim amal shu ig'ir emgakdan qachatdim. Uni qachadigan qilib qo'yganmi? O'sha oilamdagilar ayab. To'g'ri. Bu haliqi kerak, dadasini ko'ramagan. Shuni buni shu chiqishsamay, yaxshi o'qisin deb. Yaxshi o'qisin degani tushdiqmi, tazim yaxshi o'qib ketamagan hamda. O'tirhal, aran ko'chib sinfdan sinfga. Keyin qarab baqsam, asli menda ishkanda bu. Shu bikka olib olsam qo'limga muzikani ilib baqib ketib, yo ajatga uyga kirib ketib, mashq qilib qilganimiz kam shu yaxshi ko'rib shu ashnalar apilishib. Necha yosh vaqtlaringda adash bir tambir bilan tanishgan vaqting, o'zing qo'lang og'a vaqting. Tambirni qo'lim appaqa vaqtim 13 yosh vaqtlarim. 13 yosh vaqtlarimda tambirni qo'limga olgandim. Hamda shu ustozlarning yordami bilan, o'zimning havasim bilan, qizg'inligim bilan mush yo'lga men qoldim. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari